Charos? Qara, bizni boydan beri bir mashina kuzatyapti. Bilaman. Taniysan bu yigitni? Ha, taniyman. Voy qismiq, nega men bilmayman? Dugonajon, senga hamma narsani ham aytishim shart emas-ku, to'g'rimi? Nega endi? Men senga hamma sirlarimni aytaman-ku. Ha, men ham senga hamma sirlarimni aytaman-u. Hozir esa xayrlashamiz. Qayoqqa? G'olib akam bilan bir ikkita boradigan joylarim bor. Mayli, ko'zingga qarada faqat. Mayli, Mo'xuy, xafa bo'lavermagin. Keyin aytib beraman, xo'p? Bo'pti. Mayli. Xayr. Xayr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Zo'r, yaxshi, rahmat. Meni buyurtmam nima bo'ldi? Darrov so'raganingni qara. Allaqachon tayyor bo'lgan. Mana u. Bu mengami? Albatta. Juda chiroyli ekan. Qani? Yoqdimi? Ha, juda ham chiroyli. To'g'ri chiroyli, lekin senchalik chiroyli bo'lolmaydi. Bu gapingiz to'g'ri. Katta rahmat. Nima? Faqat rahmat bilan qutulmoqchimisiz? Xo'sh, yana nima xohlaysiz? Bugun bu joyga boramizmi degandim. Masalan, toqqa. Ertaga qaytardik. Menga qara. O'rtog'im dala hovlisini kalitini olgan. Yo'q, G'olib aka. Men bir kechaga qola olmayman. Oyim o'ldiradilar-yu, qidirib qoladilar. Yana boshlading, ha? Birorta bahonasini topsang bo'ladi-yu. Ha, borganimizdan keyin yana bitta sovg'am bor. Sezyapman, senga yoqadi. Mayli, unda Mo'xiynikiga qolaman deb aytaman. Mo'xiyga ham aytib qo'yishim kerak. Mana bu boshqa gap. Ko'rdingmi? Odam xohlasa hamma narsaning ilojini topsa bo'ladi. Ketdik. Alo. Alo. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom, qizim, Charos, yaxshimisan? Oyi, Ha. bugun men uyga bora olmayman. Nega? Haligi Mo'xiynikida yotib qolaman. Birga dars qilamiz. Ertaga vaqtliroq o'qishga boramiz-da. Qizim, dadangdan javob so'raganing yo'q-ku. Oyijon, o'zingiz bir nima deb qo'ya qoling. Tushuntiring dadamga. Iltimos. Dars qilmasak bo'lmaydi-da. Mayli qizim, faqat o'zingga qara. Ha, albatta oyijon, xavotir olmang. Sizni yaxshi ko'raman. Ha, onasi? Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Tinch o'tiribsizlarmi? Ha. Qizing qani? Charos dugonasinikiga ketgan edi. O'sha yerda dars qilishar ekan. Ertaga o'sha yerdan o'qishga borishar ekan. Nega mendan so'ramadi? Ha? Tez uyga chaqir. Tez kelsin. Menga aytdi-ku, qizim. Chaqir qizingni. Xo'p. Xo'p bo'ladi dadasi. Choy tayyormi? Ha, hozir. Qizing chaqirdingmi? Hozir. Tez kelsin uyga. Alo. Alo. Kim bu? Men Mo'xin ukasiman. O'g'lim, go'shakni Charosga berib yubora olmaysanmi? Qanaqa charos? Bu yerda charos yo'q-ku. Nega yo'q bo'ladi? Opang bilan bu joyga chiqib ketishdimi? Yo'q, opam uydalar, lekin charos kelmadi. Kelgani yo'q. O'g'lim, opangga berchi. Opa, siz telefonga chaqirishyapti. Kim ekan? Charos dugonangizni so'rashyapti. Uydamas dedingmi? Ahmoq. Alo? Assalomu alaykum, xola. Alo. Qizim, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Charos qayerda? U hozir do'konga chiqib ketgandi. Hozir kelib qoladi. Qizim, to'g'risini ayt. Qizim, Charos sizlarnikida emas, to'g'rimi? Yo'q, bizlarnikida, xola. Nega sizni aldayman? Qizim, agar aldayotgan bo'lsang, o'zim oynangga aytib beraman seni. Rostini gapir. To'g'ri, u biznikida emas. Menga shunaqa deysan deb aytib qo'ygandi. Xavotir olmang, xola.
Mashina. Qizim hozir qayerda? Ayt. To'g'risini aytsam bilmayman xola. Axir u seni dugonang-ku, nega bilmaysan? Dugonam bo'lgani bilan ko'p narsa menga aytmaydi. Voy uzr xola, meni chaqirishyapti. Hozir. Qayerdasan qizim? Nima gap? Aytdingmi? Ular uxlab qolishgan ekan. Bezovta qilgim kelmadi, dadasi. Mayli. Lekin bu oxirgisi bo'lsin. Tushundingmi? Xo'p, dadasi, xo'p. Tushundim. Hozir ovqatingizni olib kelib beraman. Mohina Bonu. Assalomu alaykum xola. Dugoningda xabar bormi? Yo'q, balki boshqa dugonalarnikidadir. Xavotir olvermang. Unda nega telefoni o'chiq? Nega menga senikidaman deb aldadi? Seni hamma narsadan xabaring bor, to'g'risini ayt. Yo'q, bilmayman dedim-ku xola. Qani marhamat. Voy, Mayli jonim. mayli. Yaxshi o'qing. O'zingiz ehtiyot qiling. Ko'rishamiz. Ha. Yaxshi qoling. Xayr. Oyi, assalomu alaykum. Qayerda eding? Javob ber, qayerda eding? Dugonamniki deydim. Men hamma dugonangga qo'ng'iroq qilib chiqdim. Hech qaysinikida emasding. Ana bu yigit kim? O'rta to'xta, men senga keyinroq qo'ng'iroq qo'raman. Sendan so'rayapman. Kim deyapman? Shuni kechroq gaplashsak bo'ladi-ku. Oyi. Xola, biz hozir darsga borishimiz kerak edi. Darsimiz boshlanadi. Sen darsingga boraver. Charos uyga boradi. Qani, oldimga tushchi. Oyi, dumon. Oyi. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ha, men keldim. Qayerlarda sanqi yursa? O'rtoqlarim bilan toqqa chiqqandik. Nima? Senlar har kuni toqqa chiqasanlar? Ishing nima bo'ladi? Ishga ham borib turish kerakdir axir. Ha, ishlarim hammasi joyida. Xavotir olmang dada. To'xta. Bu yoqqa o'tir. Gaplashadigan gap bor. O'g'lim, rahmatli onang tirik bo'lganda, bu gaplarni onang o'zi sen bilan gaplashgan bo'lardi. Na iloj. Taqdir ekan, o'zim gaplashishga majburman. Qulog'im sizda dada. Menimcha shuncha yallo qilib yurganing yetadi. Seni uylantiraman o'g'lim.
Mayli dedi. Siz nima desangiz shu. Agar o'zingni ko'z ostingga olib qo'yganing bo'lsa, menga ochig'ini ayt. Hammalaring borib ko'rib gaplashib kelishadi. Agar ko'z ostingga olganing bo'lmasa, o'zlari topishadi. Ko'rib uylanasan. Men o'ylab ko'rishim kerak dedi. Mayli, o'ylab ko'r, faqat cho'zma. Shu bir oy ichida to'yni o'tkazishimiz kerak. Xo'p bo'ladi dedi. Mayli, bor. Damingni olay. Yaxshi dam oling. Rahmat. Oyi. Xo'sh, buni senga kim berdi? Kim berdi deyapman senga. Yigitim berdi. Senga yigitni kim qo'yibdi? Ey ahmoq qiz, o'qishingni o'qisang bo'lmaydimi? Men ham odamman-ku. Sevilishga haqqim bor. Haqqing yo'q. Sen hali yoshsan. Sevgi nimaligini qayerdan bilasan? Oyi. O'ylama menga. Dadang eshitsa ikkalamizni ham o'ldiradi, bilasanmi shuni? Oyi, bilaman, lekin siz aytmaysiz-ku, to'g'rimi? Keyingi safar yana shunaqa qiladigan bo'lsang, aytaman. Bundan buyon o'qishing tugashi bilan uyga o'chasan, tushundingmi? Har kuni o'qituvchingga telefon qilib turaman. Mana buni esa egasiga qaytarib ber. Seni tinch qo'ysin. Xo'p, oyi. Mohi, daftarlaring berib tur. Ko'chirib oling. Hech narsaga ulgurmayapman. Bermayman. Darsga kelish kerak edi. Nima qilib yursan shuncha payt? Voy-vo, osmonlarda uchib yuribman. Sevib qoldim. Senmi? Ha? G'olib aka, bo'pti. To'xta. Oyning gaplari esingdan chiqdimi? Mohi, qo'ysang-chi. Iltimos, keyin gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'inib ketdim sizni. Charos. Men uyimdagilar uylantirishmoqchi. Shunga boshim qotib qoldi. Sovchilaringizni qachon jo'natasiz? Kimga? Bu nima deganingiz? Menga-da? Senga. Nimaga kulasiz? Albatta menga. Bilasanmi? Bu narsa meni yetti uxlab tushimga ham kirmagan. Hazillashyapsizmi? Yo'q, nega hazillashaman? Nega unda shuncha? Men senga biror marta uylanaman deb aytganmanmi? Aytganmanmi, gapir. Aytmadingiz, ammo men o'ylabmanki. Sen unaqa narsalarni o'ylama. Men sen bilan shunchaki yurish uchun gaplashganman. Buni o'zing ham bilasan. Men seni farzandlarimni bo'lajak ona sifatida umuman tasavvur qila olmayman. Qabul qila olmayman, tushunyapsanmi? Nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Axir men siz uchun Nima men uchun? Nima qilding? Men senga aytgan narsangni olib bermadimmi? Pul, tilla, og'zingdan chiqqani bu hayyo bo'lmadimi? Kam bo'lsa ayt, yana olib beraman. Nima kerak senga? Ha? Men sizga bokiraligimni berdim axir. Menga qara. Agar sen o'zingga to'g'ri qiz bo'lganingda, men bilan toqqa chiqmagan bo'larding, tushundingmi? Endi meni tinch qo'y. Qidirmayam. Oldimdan chiqmayam. Menga boshqa qo'ng'iroq ham qilma. Yo'q. G'olib aka.
Qizim, o'qishlaring yaxshimi? Ha, dada, hammasi yaxshi. Sessiyalarimiz ham tugab qolay deyapti. Yaxshi o'qi. Boshqa narsalarga chalg'imagin, xo'pmi qizim? Xo'p. Barakalla. Qizingni nima mazasi yo'qmi? Bilmasam. Orqara bo'lmasin, nima qilib o'tiribsan? Hozir. Senga nima bo'ldi qizim? Yaxshi, haligi ovqat yog'li ekan, ko'nglim aynib ketdi. Hozir senga dori beraman. Xavotir olmang. Alo. Bu men Jarosman. Nima qilib o'tiribsan? O'zim shunchaki. Endi nima qilaman? Ota-onamga nima deyman? Senga dala hovliga boramiz deganimda shu narsa bo'lishini bilasan deb o'ylagan. Men bilmagandim. Bilganimdek emasdim. Siqilma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Axir men seni yoningdaman. Meni tashlab ketmaysiz, a? Yo'q. Sendagi chiroyli qizni tashlab ketib bo'larkanmi? Ey. Yana keldingmi? Sen xizmatni tish qo'yasanmi yo'qmi? Ha? Nima bu? Bu homiladorlikni aniqlaydigan test uskunasi. Xo'sh. Agar ikkita chiziq ko'rsatilsa, demak men homilador bo'lgan bo'laman. Menga qara. Agar haqiqatan homilador bo'lsang, demak bu bola meniki emas, ushla. Ushla dedim senga. Meniki bo'lgan taqdirda ham
Oldirib tashlaysan. Hamma xarajatlaringni to'layman. Pulini beraman. Nega faqat pul deyaverasiz? Meni nomusimchi. Baqirma o. Nomusingni o'sha payt o'ylashing kerak edi. Agar meni yonimda yana chiqadigan bo'lsang, yo'q qilib yuboraman, tushundingmi? Bilasan, meni qo'limdan hamma narsa keladi. Qo'lingizdan kelganini qiling. Men endi sizdan qo'rqmayman. Yo'qotadigan hech narsam qolmadi. Qo'rqmaysan, qo'rqmaysan. Dadajonning qayerda ishlashini juda yaxshi bilaman. Bo'yniga bu narsani shart deylaman-da. Tuhmat qilib qamat yuboraman. Qalay, bo'ladimi? Hali ham qo'rqmaysanmi? Endi yo'qol ko'zimda. Bu atrofda qorangni ko'rmay, tushundingmi? Tushundingmi? Bu nima? Sendan so'rayapman, bu nima? Oyi, nega urasiz? Gapir! Bu dugonamning. Gapir! Nima bu? Oy, Hammasidan xabarim bor. Qo'lingni aynishi, institutga bormasliging, o'zingni qandaydir boshqa ishing. oy, hammasini tushuntirib beraman. Oyjon. Sen qizni o'ldiraman. Agar dadang eshitsa, ko'tara olmaydi buni. Men senga shunaqa tarbiya berganmidim? Meni kechiring, oyijon, iltimos, kechiring. Oy, kechiring. Kim u? Ayt, kim u? Kim? Uni otasi yo'q. Buni ahamiyati yo'q. Ovozingni o'chir. Dadang bilib qolmasin. Xudoyim. Assalomu alaykum, oyi. Nega kelding? Tez ket. Otang ko'rib qolsa yana mazasi qochadi. Dadam uydalarmi? Ha, uydalar. Seni haydab solgandan beri mazalari yo'q. Yotib qolganlar. Ko'chaga ham chiqa olmayaptilar. Oyi, meni kechiringlar, iltimos, oyi. O'shanda shu bolani oldiraylik dedim. Ko'nmading. Mana oqibatim. Oyi, qachongacha meni haydaysizlar? Oyi, iltimos. Dadam bilan gaplashing, iltimos. Men uyga qaytishni xohlayman. Qiynalib ketdim. Dadangni bilasan-ku. Hozir. Oyi, pulingiz bormi? Hozir dadasi. Sen ketaver. Dadam. Ertaga senga pul olib boraman. Mayli. Bor. Oyi. Oyi.
kasalim kir uyga, kasal bo'lib qolasan. Ha, dadajon. Tezroq bo'l qizim. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimga qizisan? Oyimni qiziman. Oyingni? Oying kim? Samira, kirasanmi yo'q? Tushunmadim. Kel, kel. Bu yerda nima qilyapsan? O'zingizchi, siz bu yerda nima qilyapsiz? O, menga qara. Ey, qo'yib yuboring qo'limni. Agar yana o'sha eski masalada kelgan bo'lsang, menda yaxshilik kutma. Qo'yib yuboring qo'limni. Men seni ogohlantirgandim. Qaytib atrofimda o'g'irlashma degandim. Qo'yib yuboring. Nimalar deyapsiz? Qo'yib yuboring qo'limni. Sizni unutib yuborganimga ancha bo'lgan. Men bu xonadonga kelin bo'lganman. Nima? Kelin. Ha, uydan chiqib ketyapman. Xo'p. O, ammajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Yaxshi bolam. keldingizmi? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? O'zingmisiz? Sog'liqlaring yaxshimi? Rahmat. O'zingizchi? Ha, yaxshi. Yaxshi. Ishga ketyapsanmi? Ha, ko'rib turganingizdek, har doimgidek ish. 2 daqiqa vaqting bormi? Mayli. Qani kechi. Yuring. Kel bolam. Xo'sh, jiyan, ishlaring yaxshimi? Yaxshi, amma. Katta bola bo'lib qopsan, uylanish niyating bormi? Uf, yana o'sha gapmi, amma? O'sha gap. Xo'sh, nima deysan? Qalberi uylanmoqchi emasman. Iya, nega endi? Qachon uylanmoqchisan? Hozir ayni vaqtida. Amma, ozgina sabr qilaylik. Ishlarni bir yo'qlik qilib oling. Endi sabr qilmaymiz. Shundoq katta hovliga beka kerak. Amma, shuncha kutgan yana ozgina sabr qilaylik. Quloq miyamni yedinglar-yu, a? Uylanmaysanmi? Hozircha yo'q. Unda dadangni uylantiramiz. Nima? Yaxshi fikr. Xayolimga kelmaganini qarang. Bitta zo'r ayol topib qo'yganman. Shu xonadonni eplab o'tiradi. 4 yoshli qizchasi ham bor. Qizi bo'lsa nima qilibdi? Singlimizdek muomala qilamiz. Qolaversa savob bo'ladi. Asosiysi dadamga yoqsa bo'ldi-da. O'zi jiyan, akam rozi. Faqat sendan ozgina uyalib turibdilar-da. Nimaga uyaladilar? Bo'ladigan ishi bo'lgani yaxshi. U ayolni tezroq olib keling. Ja bo'lmasa 2 kun safarga ketdim deb uyga kelmay turaman. Bo'ladimi? Yaxshi fikr. Shu 2 kunda olib kelib, kelganingda dadangni uylantirgan bo'lamiz, bolam. Yaxshi bo'lardi, amma. Lekin o'zing qachon uylanmoqchisan? Dadamdan keyin, amma. Dadamgami? Ha? Tanishib oldinglarmi? Ha, assalomu alaykum, amma. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, bola? Yaxshi, bola. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Amma, menga qarab oling. Xo'p. Qani, yur qizim. Uyga kiramiz. Kimni olib keldingiz? Kira qol. Men senga aytgan qiz shu-da. Nega so'rayapsan? Amma, bu qiz menga yoqmadi. Senga yoqish shart emas, dadangga yoqsa bo'ldi. Amma, yo'qoting bu qizni. Juda yosh emasmi? Yoshmas. Men qanday yo'qotaman? Shari dadangni xotini bo'lsa. Nima? Ha, eshitganing. Men ishlarimni qilishim kerak. Ha, endi tushundim.
Demak, siz meni erimni o'g'li ekansiz-da. Taqdirni qarang. Oh, menga qara. Uydan tez yo'qolmasang, o'zim seni bo'g'ib o'ldiraman. Men hech qayerga ketmayman. Endi meni butun umr ko'rishga majbursiz. Yoki sizdan chiqdimi meni qanday ahvolda tashlab ketganingiz? O'chir ovozingni. Hovlida yugurib yurgan qiz sizni qizingiz bo'ladi, tushundingizmi? Nima? Charos. Endi nima qilaman? Yo! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. G'olibxon? G'olib. Yaxshimisan? Ovqat ichasizmi? Ovqat suzaymi? Mana buni yeb ko'rgin qizim. Senga gapiryapti. Yo'q, ichmayman. Nega kayfiyating yo'q? Nima, ishingda muammo bormi? Yo'q. Hammasi joyida. Shirinmikan? Oyi. Men g'olibman. Ha, sizning o'g'lingiz g'olibman. Tanimayotganingiz tabiiy. Hozir hatto o'zim tanimayapman. Men yolg'on dunyo matoqlari ustidan g'olib bo'libman-u. Nafsimga mag'lub bo'libman. Nafsimning quliga aylanibman. Bugun men
osmonga tosh otib, o'rnidan jilmagan, tosh kelib vujudini vayron qilgan telbaga o'xshayman. Men qilgan qilmishlarim o'zimga ulkan dard bo'lib qaytdi. O'zgaga bergan ozorim bugun meni tig'siz so'yyapti. Jonisiz yo'lda qoldim. Nodon o'g'lingizni kechiring. Bu nima qilganing? O'ylab ish qilyapsanmi sen bola? Dada. Meni kechiring. Dada kechiring meni. Nima bo'lyapti senga o'zi? Gapir menga. Shu darajaga borishingga nima sabab bo'ldi senga, G'olib? Dada. Siz o'ylagan bu qiz aslida. Yo'q, ayta olmayman dada. Orimga chiday olmayman. Or? Senda or bormi? Or bormi senda? Agar oring bo'lganda bu qizni badnom qilib tashlab ketmagan bo'larding. Men senga shunday tarbiya berganmidim? Dada. Siz bularni qayerdan bilasiz? Hammasini bilaman. Men bu qizga uylanganim yo'q. Men uni bu xonadonga kelin sifatida olib keldim xolos. Nima? Mana buni ko'r. Bolangni denki xulosasi. Bola seniki. Sen padarlarga o'xshaganlarni deb qanchadan qancha qizlar yomon yo'lga kirib ketyapti. Endi faqat mana shu qizga uylanasan. Men nabiramni ko'chada qoldiradigan odam emasman. Nomard. Bir oy oldin uyingizni topib kelgandim. Dadangizga hammasini aytib berdim. U kishi esa yotog'ingizdan soch tolingizni topib, bolamni denkasi bilan solishtirgan ekan. Mana ko'rib turibsiz. Bola sizniki. Sizni ko'rmasligingizni bilib shu yolg'onni ishlatishga majbur bo'ldim. Lekin joningizga qasd qilishingizni o'ylamagandim. Meni shu paytgacha bolamni o'zim boqdim. Endi ham o'zim boqaman, tushundingizmi? Men ertalab ketaman. Qo'rqmang. Jaros.
To'xta, Charos. Yur qizim. Charos. Men xudbin bo'lgan ekanman. Aybimga iqrorman. Agar kechira olsang, meni kechir. Menga turmushni butun umr yoningda bo'lishni xohlayman.